Sumbula canım sumbula, sen benim halim soru. Sumbula canım sumbula, sen benim halim soru. Halim zabun aylagan o'sha sayro bulbuli. Halim zabun aylagan o'sha sayro bulbuli. Uning ko'zi qarodi, mening bahrim yarodi. Aytolmayman dardimni, qo'yib yo'ldan uradi. Dardimni, dardimni, dardimni aytolmayman. Muhabbat yomon ekan, sayrovi hijron ekan. Muhabbat yomon ekan, sayrovi hijron ekan. Yonib, yonib ketganing dunyoing armon ekan. Yonib, yonib ketganing dunyoing armon ekan. Sumbula jon sumbula, sen mening holim so'ra. Halim zabun aylagan o'sha sayro bulbuli. Halim zabun aylagan o'sha sayro bulbuli.
Rahmat, san'atkorlarimiz sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Osmondagi yulduzday, qora ko'zi qildizday. Dili oydin yulduzday kelin keldi yor-yor. Kuyov to'g'ri desangiz, beklarniki yor-yor. Belidagi belbog'i matlarniki yor-yor. Mana hurmatli aziz mehmonlar, kelin-kuyovlarimiz ham davramizga yetib kelishdi. Endi urf odatimizga yetib ko'ra, to'yimizni kelin salomla davom ettiramiz. Hadlab ostonangizni vaqti payida kelinjak. Yo'lingizga qo'yanmas bo'lay dedi kelinjak. Xizmatingizda doim turay dedi
to'ylaringizda Qabrida Musa Media yigitlarimiz va Rashid ukamiz ovozi olamga ketgan. Dog'iston etgan. Bu kunlarda o'zlarining qo'shiqlari bilan xalqimizning, elimizning xizmatida bo'lib kelayotgan yosh san'atkor akalarimiz Lazizjon va Kamoljon Shulov, qo'shiqchi qizimiz Mavlidaxon Ishboyeva va albatta bu oqshom Jamshidjon va Jasminaxon kelinimizning aziz mehmoni bo'lgan O'zbekiston shahrimizdan kelgan san'atkor akamiz Azamat ukamiz ham bugun sizlarning xizmatlaringizda. Oppoq libos yarashibdi bo'ylaringizga, qaynu qarindosh keldi bo'ylaringizga. Allohimdan so'rayman, nur yog'dirsin bo'ylaringizga. Lazizjon va Kamoljon, Mavlidaxon va Azamatjon xizmatdadir to'ylaringizda. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mana bu oqshom siz bizga shunday go'zal dasturxon yozgan. Güzel dasturxon yozgan Diana Diyen salonning boshchilik Abduvali ukamiz boshchiligidagi shu dasturxonda rohat yeb ichib o'tirishlaringizni so'raymiz. Diana Diyen boshchiligidagi Abduvali ukamizga ham kattadan katta rahmatlar aytamiz. Diana Diyen xodimlari, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, qo'llaringiz dard ko'rmasin deb navbatimizni san'atkorlarga beramiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.
Jazi, Jasmina, Hola, Kosa, Mashmina, Kosa, Kelmayimizning tugamasi. Kelmayimizning tugamasi. Davramizdan siz keling. Keling kuyovlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Mana endi kuyovlarimizning otajoni Rashid akamiz. Sizga va onasi Ruhiya xonimga o'g'lingizning oyolmagan deb izhorladi. Sevimli so'zlari. Ota-onasiga oyolmagan rahmatlarini aytib qo'yishimga iltimos qildim. Agar ruxsat bersangiz, o'g'lingizning rahmatini sizga yetkazib qo'ysam. Allohimga yolbordim. Yigit bosh
Jamshidjon. Jamshidjon, baxtli uka. Baxtli, nasib bo'lsa inshaalloh Alloh. Nima orzu qilgan bo'lsa, niyat qasdlarni yashar uka. Baxtli, inshaalloh. Allah, inshaalloh. Baxtli uka. Ay rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, salomat, siz ham mamlakatimizga keling deb qolamiz. Chekdim ko'ngil qorini akam, tingladim dil rozini akam, otam kabi yurtvoqing, akam mani, o'zimni akam. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nasib bo'lsa, akajonimiz ham sizlarning to'ylaringizda sizlar xizmatda bo'lsin. Sog' omon ota-onangiz bog'iga keling. Sog' bo'ling akajonimiz, omon bo'ling deb to'yimizni davom ettiramiz. Ketdik san'atkorlar, navbat sizlarga. Çakalları ölçür, kapıları yap, sese bunu olur. Beni bak ya, bağladı şunu, edir tekidi yap, edir kabuğu, ekidiki ya, edir iki ya, şekil bu kapıları
orqasini qilmoq bo'lsang, omad yo'lga yo'lasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari bo'lasin. Do'stlar yurib, sizni doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh jazosin. Shunday vaqt topingki, topgan vaqtingiz o'zlaringga emas, hammaga yoqsin. Vaqtingizga qaragan baxtiyor odamlar orqangizdan havas bilan qarasin. Baxt bo'lingizlar. Vatanimizga yoqsin. Orang